bir yolculuğun en güçlü anı vedasıdır. Seyhun, her doğan günle birlikte yeni hikayeler taşırken, biz onun sessiz tanıklığını bir kez daha duyuyoruz. Seyhun kıyılarında hayat hala suyun üstünde kurulur. Her geçiş yalnızca bir yol değil, geçmişle bugünü birbirine bağlayan bir köprüdür. Bir yanda nehrin akışı, bir yanda insanın adımları. İkisi birleştiğinde yüzyılların hikayesi yeniden yazılır. Yüzlerce yılı aşkın süredir Sırderya'nın bu noktasında Toda ile Karaşehir köylerini birbirine bağlayan bir geçit vardır. Halk çoğunlukla tarım ve ticaret için bu kısa yolu kullanır. Köprü 15-20 kilometre ötede olsa da parom yani potlar köyleri birbirine en hızlı ulaştıran yoldur. Etnografik bilgiler burada 1950'lere kadar süren bu geçişin köklerinin çok daha eskiye, Balantepe'nin 5-6. yüzyıllardaki ticaret yollarına dayandığını gösterir. Yüz yillik tarixga ega. Anchadan beri ishlaydi. Bu ikkita qishloqni bir-biriga birlashtiradi. Bu yog'i Namangan viloyatining Qop tumani To'da qishlog'idan Namangan viloyati Mingbuloq tumanini Qorashahar qishlog'ini birlashtiradi. Asosan bu aholi bir-biriga quda andachilik, bordi keldilar, yaqinlik ancha yaxshi. Keyin savdo, sotiq, bozor uchun dehqonchilik bilan shug'ullanishadi. Asosan dehqonchilikda bozorga bu tomonda shahar, bozorga qulay. Shunga juda katta foydasi tegadi. 15-20 kilometr uzoqroqda ko'prik bor. Eng yaqin yo'l shu. Qisqa yo'l. Shuning uchun ham bu yo'lning muhimligi aholiga qulaylik tug'diradi. Aylanib uzoq vaqt sarflanmasligi uchun qisqa yo'l. Shamol bo'lgan paytda ishlamaydi. Yog'ingarchilik, kuchli yog'ingarchilik vaqtida boshqa payt aholiga beminnat xizmat ko'rsatadi. Aholi bundan xabari bor. Yog'ingarchilik, kuchli shamol bo'lganda o'zlari ham bilib kelishmaydi. Aytganimizdek, quda andachilik dedik. To'y marosim bo'ladigan bo'lsa, ko'proq yoki bozor bo'ladigan bo'lsa, bozorga ehtiyoji bo'ladi aholini, yaqin yo'l. Shunga qarab turib, o'sha kunlari masalan ko'proq, boshqa kuni odamlarning harakatlanishiga qarab, har xil ehtiyojga qarab xizmat qilaveradi, kelganiga qarab. Endi zamon talabiga qarab, yildan yilga qulayliklar, aholi uchun, piyodalar uchun, yo'lovchilar uchun sharoitlar yaratilyapti. Standartga ravishda endi bu. Undan o'tkazib bo'lmaydi, chunki buni qutqaruv yostiqlari,
Bu boshqa narsalar hammasi tekshiruvdan o'tgan narsalar hammasi qilingan. Namangan bölgesinin Pop tümeninde eskiden kalan ama hali hazırda kullanılan yerleşim yerleri arasındaki bağlantıyı sağlayan potlar bulunmaktadır. Etnografik ma'lumotlarga ko'ra aynan Balandtepani oldida 20-asrning 50-60 yillarigacha daryodan o'tish kechuv joyi bo'lgan, parom deyishadi, kechuv joyi rolini bajargan. Demak, shunga ko'ra xulosa qilishimiz mumkinki, qadimda ham o'sha ilk o'rta asrlar davrida 5-6 asrlarda Balandtepaga kelib joylashgan insonlar aynan shu joyni tanlashiga Sirdaryoni sekin oqadigan joyi bo'lganligi va Sirdaryoni kechuv joyi bo'lganligi rol o'ynagan. Bu bevosita shaharni savdo bilan bog'liqligini ham ko'rsatadi. Ya'ni kechuv joyi bo'lgandan keyin bu yerda har doim Ustrushona, Choch hududlaridan keladigan karvonlar aynan shu yerda to'xtab o'tgan bo'lishi mumkin. Bir kentin ruhu el emeğinde saklıdır. Çüştün bıçakları ustalığın keskinliğini, takkeleri ise kimliğin ve inancın izlerini taşır. Her çekiç darbesi geçmişten bugüne aktarılan bir yankıdır. Her dikiş kimliğin ince ince işlenmiş bir hatırasıdır. Özbekistan özellikle geleneksel el sanatlarında çok başarılı bir ülke. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri de el yapımı bıçaklardır. Bu arada Özbek bıçakları sadece bir araç değil, aynı zamanda sanatsal ve kültürel bir simgedir. Özellikle Çust bölgesi Özbek bıçakçılığının kalbi olarak kabul ediliyor. Çust'ta yapılan ve halk arasında bıçak olarak bilinen ürünler hem yerli halk hem de turistler arasında oldukça popüler ve rağbet görüyor. Chust pichoqlari bizda ilgaridan, qadimdan bizda chiqarilgan hunarmandlarimiz tomonidan. Men o'zim shaxsan
otamdan o'rganib qilinganman. Hozir o'zim boshlaganimda adashmasam bir 6-sinf bo'lganimda boshlaganman o'zim. O'sha do'konda yurib, jichcha dadamdan o'rganib, hozir o'zim mustaqil ravishda hammasini o'zim qilaman, yasayman. Hozir shogirdlarimiz ham bor. Mendan keyingi Xudo nasib etsa endi farzandlarim ham qilishadi. Endi bizda chustda hozirgi kunga kelib ustalarimiz ancha kamayib qolishdi, ammo ilgari bir 30 yil, 40 yil oldin chustimizda juda katta pichoq zavodi bo'lgan. Ishlab chiqariladigan zavod bo'lgan. Undan oldinroq ancha hamma ko'chalarda ham ustalar juda ko'p bo'lgan. Bitta ko'chani o'zida kamida 10 ta, 15 ta ustalar bo'lishgan. Chustni pichoqlari O'zbekistonda dunyo bo'yicha ham nomi ketgan. Nimaki pichoqchilik maktabi juda ko'p bo'lgani bilan chustniki alohida o'zini o'rni bor. Nimaki chetdan keladigan sayyohlar ham alohida chustni pichoqlari deb qiziqib kelishadi. Mana misol turklarga qancha sotiladi, Turkiyadan kelgan mehmonlarimizga. Pichoqlarimizni tayyorlash jarayoni har xil pichoqni holatiga qarab, narxiga, keyin ishlatilgan mehnatga qarab, narxi vaqt ketiladi. Oddiy pichoqlarimizga bir kunda misol 10 ta, 15 ta tayyorlasak, arzon pichoqlarimiz sovg'a uchun beriladigan pichoqlarni endi joy kelsa 2 kunda bitta dona tayyorlaydigan pichoqlarimiz bor. Ularni mehnati ham ko'p bo'ladi. Xuddi zargarlarni ishiga o'xshatib naqshlarni solinadi. Hammasi ham mehnatiga qarab narxi chiqiladi. Endi chust pichoqlarini nimaga sotib olish degan savolga, chust pichoqlarini mumkin ko'rinishi u darajada chiroyli bo'lmasligi mumkin, ammo keskirligi juda yaxshi bo'ladi. Nimaki bizda ustalar ilgaridan sug'orishlari, alohida o'zlarining usullari bor. O'shani hisobiga xuddi misol lezvaga o'xshab keskir bo'ladi. Uncha o'tkirlash ham shart emas, charxlash, faqat chinniga qayralsa bo'ldi. O'tkir bo'laveradi o'zi. O'sha tomondan chustni pichoqlari alohida o'rin egallab kelgan. Pichoqlarimiz asosiy ishlatiladiganda 2-3 xil anuga bo'linadi. Qayraydigan pichoqlar bo'ladi, keyin charxlaydigan bo'ladi. Qayraydigan pichoqlarni oshxona uchun ishlatsa bo'ladi. Keyin misol hayvon so'yganda terilashga yoki go'sht maydalashlarga ishlatsa bo'ladi. Keyin charxlama pichoqlarimizni ovga ishlatsa bo'ladi, mol bo'g'izlashga ishlatiladi. Keyin go'shtga ko'proq grubiroq ishlarga ishlatiladi. Baquvvatroq bo'lgan hisobiga. Qayraydigan pichoqlarimiz jichcha yupqaligini hisobiga charxlama pichoqqa nisbatan aniqroq bo'ladi. Çüştün kadınları için doppi yani takke yalnızca bir başlık değil, hayatın ta kendisidir. Çiçek motifleri tek tek ellerle işlenir. Her aşama emek ister. Nakış, astar, dikim, pres. Bu zanaat anneden kıza, gelinden toruna aktarılır. Nazardan koruyan biber motifinden İpek yolu kervanlarını simgeleyen desenlere kadar her doppi hem geçim kaynağı hem de kültürel bir mirastır. Çüşt kadınlarının emeği bugün de ailelerin hayatını taşımaya devam eder. Xush kelibsizlar mehmonlar. Biz do'ppini orqasidan tirikchilik, bu do'ppi bizni mehnatimiz, qo'l mehnatimiz. Mana birinchi do'ppimizni mana gullarini tikamiz. Qo'limiz bilan tikamiz. Bizni chust xalqini xotin-qizlari tikadi. Hamma xotin-qizlar bitta ishi mana shu. Tikamiz. Keyin buni tikkandan keyin manda qilib astarga solib tep chiqilamiz. Mana bir anular buna qiladi. Mana kizagi pasti. Bunisi tepasi.
keyin buni tikkandan keyin buni har bir mana shu tikib chiqqanlarga qog'oz bilan qog'oz tiqib tiqamiz mana shuni hammasiga. Tiqqanimizdan keyin mana plik deydi bu. Mana hammasini bunday qilib har bir mana shuni ichiga qog'ozni tiqamiz. Keyin bunday qilib qotiriladi. Qog'ozni hammasiga tiqib chiqqan anasi. Qog'ozni jarayoni. Keyin bundan keyin mana tayyor manasini qilib bo'lgandan keyin mana shu holatga keladi. Manetiga srech degan bir narsani qilib surkab mana qotiramiz. Keyin buni jahagini deydi tikib chiqamiz. Keyin bu bilan buni tayyorlab buni sifatini keltirib bundoq qilib taxtakachga solamiz. Taxtakachga solib keyin presga beramiz. Mana tayyor do'ppini preslangan holati. Biz buni yoshligimizdan qilgan ishlar bu. Yoshlik hamma chust xalqining ayollari buni yoshligidan qiladi. 3-4 sinfdan boshlab qiladi. Endi buni anasini qalampir deydi. Ko'z tekish anasiga uchun deb qalampir nusxa deb shunaqa deydi buni. Endi anasini. Banasi endi bu pasti mana uni tikilgan anasi mana anulari chust nima deydi? Ipak yo'li karvon deydi-ku, o'shani ma'nosini bildirar edi. Shunaqa deb eshitganmiz endi ota-bobolardan shuna deb eshitganmiz. Hamma biz yoshligimizdan bu kichkinaligimizdan bu ish bilan shug'ullanganmiz. Hozir meni qizlarim ham tayyorlashadi, kelinim qiladi, hammamiz shu ish bilan qilamiz. Biz hamma ishchi qilamiz-da, ishchimiz. Bekorchi odam yo'q. O'sha ish bilan shug'ullanamiz. Bitta do'ppi uchun masalan bitta manusini o'zini tepa pastini mana gulini tikish uchun bir hafta vaqt keladi. Bir hafta ketadi. Keyin bitta do'ppini manusini bir kunda qilaman masalan. Bir kunda qilaman. Manusini kezagini chepchisini ikkita qilaman bir kunda. Bir haftada 6 ta 7 ta tayyorlab bozorga olib chiqishadi. Sotishadi. Shu bilan mana tirikchiligimiz bor. Bolalar ham ko'sini qilib shu bilan qilamiz. Her toplum kutsal saydığı mekanlarda geçmişiyle bağ kurar. Hobbuva'nın mezarlığı yalnızca ölülerin değil, yaşayanların da duasını saklar. Burada sessizlik yoktur. Her dua geçmişle gelecek arasında görünmez bir köprü kurar. Burası Hobbuva'nın türbesi. Yüzyıllardır insanlar dilekleri için buraya gelir. Çocuk sahibi olmak, iş bulmak, şanslarının açılması ya da eğitimde başarı için kazan kaynatıp yemek dağıtarak niyet ederler. Türbenin etrafında her yıl yuva yapan leylekler bu inancın simgesi gibidir. Rivayete göre Hobbuva baskınlardan kadınları korumak için onları leyleğe çevirmiştir. Demircilerin ve ustaların ilk yerleştiği bu kutsal mekan, Yakup peygambere bağlanan bir hatırayla halkın duasına ve efsanelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Hobbo ziyoratgohi. Temirlar, Hobbom ziyoratgohi. Birovlar farzand tilab keladi. Birov ish yo'liga, baxt yo'liga, omad yo'liga, o'qishlarga kiray deydi. Chiqib shu niyatlar bo'lar kelib qozonlarni qaynatib, cho'mishlarni o'ynatib ketishadi. Leylaklar endi shu esimizni tanigandan beri bu. Shular shu yerda bola ochib, bir yilda bir marta ochadi bu leylaklar. Shu uchirib, yana shu atrofimizda baliq bazar, repqo'z, ilonlar, baqalar
baliq, shunaqa narsalar yeydi. Non-pon yemaydi bular. Ovqat. Faqat shu tirikchiligi shu ilon, baqa, baliq shunaqalar yeb, ularga undan qayd qilib katta qiladi bular. Hozir mana katta bo'lib qoldi. Endi bular hozir uchishga harakat qilyapti bular. Xo'p, bu ovliyo bo'lishgan ekan. Aytganlari bo'lavergan ekan. O'sha birovlar farzand tilab kelarmi, ish qilib nima bo'lsa, shu tilagini undan xo'p bo'lar deb, xo'p, ana ovliyo bo'lishgan ekanda endi. Shu ovliyo bo'lishgan ekan, shu misol bu farzand tilab kelar nima bo'lsa, xo'p bo'lar deb, shu xo'p uyquga ketishgan ekan. Bular G'ayridillo vaqtida bosmachilar paytda ayollarni bosamiz deganda xo'p bomlar bularni laylak qilib uchirib yuborgan deydi. Ular shu atrofda aylanib uchib yuraveradi. Xo'bonni atrofida qachonki xo'bomlar xo'p uyqudan uyg'onishganda shu ayollarga aylanadi aytilgan. Endi biz eshitganimizni aytamiz endi. Birinchi bular kelishgan ekan. Hani endi qadam joylarimi sholi temirlar, ustalar, kosiblar, zangi bo'lar, Yoqub payg'ambar bobomiz deydi, shu qadam joylarimi, shu qadam joylar bo'lsa kerak. Keyin kelgan odam xo'p bom deb kelaveradi deyishgan ekan. Shuning uchun odamlar hozir xo'p bor deb kelishaveradi. Seyhun bu topraklardan ayrılırken geride yalnızca su bırakmaz. Hatıralar, dualar ve hikayeler de onunla birlikte yol alır. Bir nehir aktığı toprakların hafızasıdır. Seyhun, Özbekistan'a veda ederken ardında sonsuz bir hatıra zinciri bırakır. Bir sınır yalnızca haritalarda çizilir. Oysa nehir sınır tanımaz. Aktığı her yerde insanı birbirine bağlar. Aleykümselam baba. Nasıl götürelim de fotoğrafı? Olur. Oradan çekin. Gelemeyiz ki oraya ya. Çıkıp da fotoğraf Gidiyoruz. Bekliyor. Arkadaşlar şey diyor. Gelsenize diyor. Kıyıya yanaşsanıza beraber bir fotoğraf çekilelim diye dedim. Baba kusura bakma. Yolumuz uzun, gitmemiz lazım. İstemeden de olsa yolumuza devam ediyoruz. Pop bölgesinden Bekabat'a doğru ilerliyoruz. Nehrin kıvrımları bizi Özbekistan sınırından, doğal sınırından diyelim, Tacikistan'a doğru geçirecek. Bu nedenle sınırdan biraz evvelki bir noktada karaya çıkış yapacağız. Bizi bekleyen aracımızla buluşacağız. Sırdarya'ya bu tarafta veda edip Tacikistan'ın diğer tarafında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Her hikaye biter. Ama nehrin akışı bitmez. Güle güle yeni kıyılarda, yeni hikayelerde buluşmak üzere.